Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Forex bozorida mashhur brokerlardan yana ikkitasi haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Ular IC Markets va Interactive Broker. Bu brokerlar kuchli va eng mashhur brokerlardan hisoblanadi Forex bozorida. Ularni qachon tashkil topgani, regulyatsiyasi, qaysi davlatlardan ro'yxatdan o'tganligi, qulayliklari, komissiyalari, pul kiritish va yetish tizimlari va yangi boshlovchilar uchun qulaylik taraflarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Men hali bu sohada yangiman, bu sohani o'rganayotgan odamman va videolardagi ayrim ma'lumotlarda xato bo'lishi va xato qilishim ham mumkin. Lekin qo'limdan kelgancha brokerlar haqida o'zim izlanib, o'rganib, sizlarga sodda qilib yetkazishga harakat qilyapman. Shuning uchun videolarim ba'zida juda rasmiy yoki boshqacharoq chiqayotgan bo'lishi mumkin. Ovozlarim, gaplarim bo'linib, harflari tushib qolayotgan bo'lishi mumkin. Vaqt o'tib kontentlarimni yanada professionalroq va samimiyroq, oddiyroq qilishga harakat qilaman va bu sohani chuqur o'rganib, kerakli ma'lumotlar berib, birgalikda streamlar qilamiz. Agar ayrim joylarda xato qilayotgan bo'lsam, bemalol kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Rahmat, hammaga omad. Bo'lmasa boshladik. Birinchisi IC Markets haqida gaplashamiz. IC Markets bu asosan forex traderlar orasida mashhur broker hisoblanadi. U ayniqsa scalping, robotlar, EA ishlatish va passive spreadlar bilan tanilgan broker. Broker 2007-yilda tashkil topgan va hozirda millionlab traderlar foydalanadi. Bu brokerning ham rasmiy saytiga kirib, regulyatsiyasi, qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tganligi, hisob turlarini ko'rib chiqamiz. IC Markets broker rasmiy sahifasi, shu yerdan kompaniyaning regulyatsiyasi va qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tganligi, hisob turlarini ko'rib chiqamiz. Uning uchun eng oxiriga tushib olamiz. Mana do'stlar, shu joyga yaxshilab e'tibor berishingizni so'rab qolaman. IC Markets Global. Mana Seychellesdan o'tgan regulyatsiyasi bor ekan. Mana litsenziya raqami. Xo'p, hisob turlariga keladigan bo'lsak, mana RAW Spread, S-Trader platformasi uchun RAW Spread, standartni, islamskiy akkauntlari bor ekan. Xo'p, to'lov uslublariga keladigan bo'lsak, Mastercard, Pay, Skrill va Visa orqali to'lov qilishingiz mumkin ekan. Platformalari mana. Mana bu yerda yozilgan spreadlari kredit yelkasi 1 ga 5000 ekan. Bu kredit yelkasi avtomatik regionga qarab moslab beriladi. Masalan, hozir VPN orqali kirib tekshirib ko'ramiz. Bu yerda eng kichkina lot 0.1 ekan. Instrumentlar soni 2850 tadan ortiq ekan. 24 ga 7 support xizmati mavjud. Xo'p, bo'lmasa VPN orqali kirib ko'ramiz. Xo'p do'stlar, mana VPN orqali kiradigan bo'lsam, avtomatik regionimga qarab moslab beryapti, ya'ni joylashgan joylashuvimga. Mana bu yerda kredit yelkasi 1 ga 1000, qolgan hamma narsalar to'liq bir xil. Bu yerda informatsiya berishcha, men kirgan kompaniya Yevropa ittifoqi regulyatsiyasi ostida emas, shuning uchun Kiprdan o'tgan regulyatsiyasiga yo'naltiryapti. Agar men continue bosadigan bo'lsam, o'sha veb-saytga o'taman. Mana bu yerda Kiprdan o'tgan regulyatsiyasi nazorat ostidagi veb-saytda mana kredit yelkasi 1 ga 30, qolgan hamma narsa to'liq bir xil. Mana to'lov usullari mana bu yerda yozilgan. Kiprdan o'tgan litsenziyalari, joylashgan joyi. Bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Siz VPN orqali kirasizmi yoki oddiy saytiga kirasizmi? Sizni hududingizga, joylashgan joylashingizga qarab o'zi moslab beradi. VPN orqali kirsangiz ham, masalan, biz hozir mana SAISEC, ya'ni Kiprdan o'tgan regulyatsiyasidan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsak ham, baribir bizni regionimizga, joylashgan joylashuvimizga qarab moslab beradi. IC Markets brokerning eng katta plus taraflaridan biri bu juda past spread va tez order execution hisoblanadi. Broker ECN texnologiyada ishlagan sababli narxlar bozorga juda yaqin bo'ladi. Bu narsa ayniqsa scalping, intraday, ya'ni kun ichida savdo qiluvchilar uchun, robotlar orqali savdo qiluvchilar uchun juda qulay. Broker hozir aytganimdek, agar offshore regulyatsiya orqali sizga xizmat ko'rsatsa, maksimal kredit yelkasi 1 ga 500 gacha yoki 1 ga 1000 gacha bo'ladi. Agar kuchli regulyator orqali xizmat ko'rsatsa, u holda kredit yelkasi 1 ga 30 gacha bo'ladi.
Boshqa broker, masalan, Exynosda ham xuddi shunaqa. Agar kuchli regulyatsiya orqali xizmat ko'rsatsa, masalan, Saxik, unda ham xuddi shunaqa 1/30 gacha bo'ladi. Kredit yelkasi offshore esa 1/2000 gacha, ba'zida unlimited bo'ladi. Hop, endi pul kiritish va yechish tizimlariga keladigan bo'lsak, bank kartalari, elektron hamyonlar, bank o'tkazmalari va kriptovalyuta orqali ham ayrim usullari mavjud. IC Markets brokerda minimal depozit odatda $200 atrofidan boshlanadi. Pul yetish tizimi tezroq ishlaydi va ko'pchilik foydalanuvchilar tomonidan yaxshi baholanadi. Platformalarga keladigan bo'lsak, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView integratsiyasi va S-Trader platformasi bilan ishlaydi. S-Trader bu MetaTrader 4 va MetaTrader 5 platformasining zamonaviyroq shakli. Broker platformalar bilan professional darajada ishlashi bilan mashhur, ayniqsa S-Trader platformasi bilan. Tezligi va order executionlari bilan ko'pchilikka yoqadi. Brokerda 2250 tadan ortiq instrument mavjud. Ular bilan bemalol savdo qilishingiz mumkin. IC Marketsda copy trading, EA robotlar va avtomatik savdo tizimlari to'liq ishlaydi. Broker serverlari tez ishlash sababli robot ishlatuvchilar ko'p foydalanadi. Kechikishlar kamroq uchraydi. Endi dunyodagi eng katta va eng eski brokerlardan biri hisoblanadigan Interactive Brokers haqida gaplashamiz. Broker 1978-yilda tashkil topgan. Asosan professional investorlar va katta kapital bilan ishlovchilar orasida ancha mashhur. Broker aksiyalar, forex, futures, obligatsiyalar va boshqa ko'plab bozorlarga chiqish imkonini beradi. Endi brokerning rasmiy sahifasiga o'tib, regulyatsiyasi, qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tganligi va hisob turlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, do'stlar, mana Interactive Brokersning rasmiy sahifasi. Shu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz, ya'ni kompaniyaning regulyatsiyasi va qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tganligini va hisob turlarini ham. Bu kompaniya katta global kompaniya bo'lganligi uchun regulyatsiyalari juda kuchli. Amerikada ham regulyatsiyasi bor. Xo'p, mana do'stlar, shu joyga yaxshilab e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Mana FCA, ya'ni Buyuk Britaniyadan o'tgan regulyatsiyasi va registratsiyasi bor ekan. Yonida esa mana Dubaydan o'tgan registratsiyasi ham bor ekan, ofislari ham bor ekan. Bu brokerda maksimal kredit yelkasi 1/30 yoki 1/50 gacha bo'ladi. Chunki xavfsizligi kuchli. Xo'p, hisob turlariga keladigan bo'lsak, shu ko'rib turgan hamma hisoblar esa akkaunt hisoblanadi, ya'ni shaxsiy akkaunt, oilaviy akkaunt va ko'plab akkauntlar bor. Bularning orasida albatta shaxsiy akkaunt ishlatadiganlar ko'p. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Bu kompaniyaning offshore regulyatsiyasi yo'q. Hisob ochish ozgina murakkab va qoidalari qattiqroq. Interactive Brokersning eng kuchli taraflaridan biri bu juda katta global bozorlarga chiqish imkoniyatidir. Masalan, broker orqali Amerika aksiyalari, forex, ETF, futures, options, bond, kriptovalyuta kabi juda ko'plab instrumentlarni savdo qilishingiz mumkin. Xo'p, ETF, futures, options va bondlar haqida alohida video chiqaraman, bo'lmasa bu video ancha cho'zilib ketar ekan. Interactive Brokers, Exynos, XM, IC Markets kabi klassik offshore broker modeli ishlatmaydi. Ya'ni offshore registratsiya degan alohida yengil yuqori leverage zona yo'q. Broker global hududiy kompaniyalar orqali ishlaydi. Interactive Brokerda registratsiyadan o'tganingizda yoki akkaunt ochilganda sizni avtomatik regionga moslab beradi. Masalan, Amerika, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Markaziy Yevropa, Singapur kabi regulyatsiya organlar sizga xizmat ko'rsatadi. Agar sizga offshore yoki yuqori leverage kerak bo'lsa, Interactive Broker bunga mos emas. U ko'proq investorlik platformasi, xavfsizligi yuqori, shartlari qattiqroq. Hop, endi pul kiritish va yechish tizimlariga keladigan bo'lsak, Interactive Brokersda bank o'tkazmalari, ayrim elektron to'lov tizimlari ishlaydi. Interactive Brokersda minimal depozit qat'iy belgilanmagan, lekin platforma ko'proq professional investorlar uchun mo'ljallangan hisoblanadi. $1000, $5000, $10000 bilan ishlash xavfsizroq bo'lishi mumkin. Pul yechish tizimi ishonchli ishlaydi, lekin ayrim foydalanuvchilarga boshida verifikatsiya jarayonlari biroz murakkab tuyulishi mumkin. Interactive Brokersning platformalari Trader Workstation, mobil programmasi va WebTrader platformalari juda professional darajada ishlaydi. Grafiklar, analiz vositalari va buyruq turlari juda ko'p.
Lekin broker yangi boshlovchilar uchun platformasi boshida biroz murakkab ko'rinishi mumkin. Interaktiv brokerda 2 milliontadan ortiq instrument mavjud. Bunda dunyo bo'ylab barcha aksiyalar, forex ya'ni valyuta juftliklari, coinlar, obligatsiyalar, ETFlar, bondlar va boshqa turdagi instrumentlar mavjud. Broker past komissiyalari va eng kuchli regulyatsiya sababli ko'pchilik professional treyderlar tomonidan ishlatiladi. IC Markets yoki Exodus'da odatda CFD Market platformaning ichida bepul bo'ladi. Interaktiv brokerda esa professional birja tizimlariga ulanganligi uchun ayrim birja ma'lumotlari pulli bo'ladi. Endi IC Markets kimlar uchun, Interaktiv Brokers kimlar uchunligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi IC Marketsdan boshlaydigan bo'lsak, ko'proq forex treyderlar, scalpingchilar, kun ichida savdo qiluvchilar, robot ishlatuvchilar, yuqori leverage xohlovchilar uchun mos. Sababi spread past, execution tez, leverage katta, MetaTrader 4 va MetaTrader 5 bilan ishlaydi. CFD tradingga yo'naltirilgan. Endi Interaktiv Brokers kimlar uchun? Ko'proq investorlar, professional treyderlar, aksiya, ETF oluvchilar, uzoq muddatli ishlovchilar, katta kapital bilan savdo qiluvchilar uchun mos. Sababi regulyatsiyasi juda kuchli, haqiqiy aksiyalar, ETFlar, global marketlar ko'p. Komissiyalar professional darajada, leverage pastroq. Endi ikkala brokerning plus va minus taraflarini ko'rib chiqamiz. IC Marketsdan boshlaydigan bo'lsak, juda past spread, tez order execution, scalping uchun juda qulay, robot ishlatishingiz mumkin va professional platformalar mavjud. Minus taraflarini aytadigan bo'lsam, minimal depoziti ayrim brokerlarga qaraganda balandroq bo'lishi mumkin. Yangi boshlovchilar uchun boshida murakkab tuyulishi mumkin. Bonus va aksiyalar deyarli yo'q. Ba'zi hududlarda leverage cheklangan bo'lishi mumkin. Endi Interaktiv Brokersning plus taraflarini aytadigan bo'lsam, juda kuchli regulyatsiyasi, global bozorlarga chiqishi, professional platformalari, past komissiyalari, juda ko'p instrumentlari va investorlar uchun juda qulaylik taraflari ko'p. Minus taraflarini aytadigan bo'lsam, platformasi yangi boshlovchilar uchun murakkab, verifikatsiya jarayoni qattiqroq bo'lishi mumkin, support javoblari ayrim payt sekin bo'lishi mumkin. Forex uchun leverage ayrim brokerlarga qaraganda kichikroq. Umuman olganda, IC Markets va Interaktiv Brokers ikkalasi ham forex va investitsiya bozorida kuchli brokerlardan hisoblanadi. IC Markets ko'proq scalping, robotlar bilan ishlash, past spread, tez execution uchun mashhur bo'lsa, Interaktiv Brokers esa professional investorlar, global bozorlarda ishlash, kuchli regulyatsiyasi, uzoq muddatli investitsiyalar bilan mashhur. Har bir brokerning o'ziga yarasha plus va minus taraflari mavjud. Broker tanlashda risk management, savdo uslubi, qulayliklarni hisobga olish juda muhim. Forex va investitsiya bozorida imkoniyat katta bo'lsa ham, risk darajasi ham yuqori hisoblanadi. Shu sababli har doim ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Siz qaysi brokerlardan foydalanasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Xo'p, keyingi videolarimizda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lishni unutmang.